Çaşdaki kipek bir yerden kep kalmaydı. U bolsa başının bir qavat terisi kipek olap tushadi. Nemişqa degan chaqda ishqarliq yuqori chasupini ishlatib etsanglar, ishqarliq yuqori chasupin başning terisidagi mayni siyirib deb terini itibdi, postiga o'ltibdi. Enandan keyin başning terisi qanda postiga o'lgandan keyin bir qavat terisi so'ylab shu kipek olap tushadi. Enandan keyin ishqarliq yuqori chasupin bosh terisini kepek qilib etgandan sirt chashni qanda paq-paq qiladi da. Xunuk qiladi da, paqirqini qo'ymaydi. Chashni taqanda jonsiz qiladi da, qilini inchiklashtiradi da. Chunki ishqarliq yuqori chasupin bosh terisidagi mayni serialga yerda chashni qanda mayni. Enandan keyin chashning quvvatni, chashdagi paqirqni serotanmasmi? Serotalaydi. Şuna chasupinninki ishqarliq yuqori chasupinni qanda ishlatmaymiz. May tamponlashtirilgan sopini ishlatsak bo'ldiki, ishqarliq yuqorini ishlatmaymiz. Enandan keyin ikkinchi sabab aroqni ko'p ichgan odamning qanda bosh terisi kepek bo'ldi, lekin suzuk holati kepek bo'ldi. Cho'ng kepek bo'ldi. So'ylab chiqadi. Enandan keyin chasupini pokiz jumagan bo'lib qolib qolsa, kepek bo'ladi. Tarsi chiqadi. Mana holati kepek bo'ldi. Şuna bu kepek bo'lishninki sabablari qanda 7-8 xil sabablari bor. Chechenlarga mushta kepekni yo'q demay deydigan, ig'ir darajada chat tushishni to'xtamay deydigan, chechimni tal qilmay deydigan, budir chechimni tuzlaymay deydiganlar, enandan keyin qanda chechimning qili inchikka jonlantirma da'vatqanlar aloqalashsanglar bo'ldi. Bizda mushu Xinjiangninki vakolatchiligini olgan 7 xil unumli qanda chasupin bor. Chat tushninki ayrim, kepekninki ayrim, budra qilganning ayrim, ximiylik buyumlardan zaxmlanganning ayrim, maxsus erlarninki ayrim. Ashta sopinlar ayrim turlar chiqadi. Uningga chechim manda olib ketdi desin bir xil sopin, kepek olib ketdimi desin bir xil sopin, jonsiz desin bir xil sopin, mayliq desin bir xil sopin manda bermaymiz. Chashninki o'ziga qarta, ahvoli qarta moslashtirib, bosh terisini teshkirab, shuni qarta beramiz. Chechenlarni haqsiz tashkil etmoqchi bo'lib qolib qolsanglar, aloqalashsanglar bo'ldi. Enandan keyin shu satrash kasbda muntazam sistemalik kasb o'rganmoqchi bo'lsanglar, aloqalashsanglar bo'ldi. Mana satrash kasbda mushta muntazam tarbiyalaymiz mana. Zavşandar so'zladi hozir. Tushirib, oldi o'rimiz. Mana men ham plan qo'ydim. O'ltirib turibmiz. Men bir asos mana urib bular tushirasam bo'ladi. Lekin mana deki qo'yapman. Mayak mislar. Materialga o'xshash taqsoldiq chayni pizaramiz. Ardoq yelkasini qo'yamiz. Yelkasini o'rimiz bitadi. Zavşandar so'zladimiz hozir buni. Mana mushta sistemlik muntazam kesib o'rganmoqchi bo'lsanglar, aloqalashsanglar bo'ldi. Mana bu pazavatdan kelibdi mana. Shinglarini ilib. Mana ota-onalari qanda ziyorat qilmoqda, bularning o'rganishini. Yana mushta satrash kasbini muntazam o'rganmoqchi bo'lsanglar, aloqalashsanglar bo'ldi. Mening undidarimni, telefon nomerimni so'rab verdinglar. Telefon nomerim 133 99 780 745. Mush nomerda undar qaytib bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Salomat bo'linglar, xayr xo'sh.